Video olmasak bilaman buni. Hozir bunga o'rnatishimiz kerak. To'g'ri kelmayapti Kamazga. Radiator. Buni kesib tashlab, bu yoqdan ochish kerak ekan, kattaroq qilib. Buni ham kesib tashlaymiz-da. Buni ham kattaroq qo'yish kerak. Rasul bilmasak bilan ish qilib. Kitayskiy radiator bu, kichikroq yasalgan rossiyskiy Kamaz, voyenniy Kamazga tushmayapti bu. Xullas hozir buni mana bu suv chiqadigan trubkalarni ham o'zgartirib tashlash kerak edi. Nasıl moslash kerak endi. Yangi radiator bo'ldi bu. Voyenniy radiator. Bir yopib tashlaymiz buni. Ko'ramiz. Qani edi shilangachasi? Mana. Shilanga moslash kerak bo'ldi buni. Stigen tozu. Mana hozir ana bu o'zim korpusi. Boshini tushmaydi. Mana shu avvalgi o'zini radnoy korpusiga buni chiqamizda. Svarka qilib chiqamizda, bu kemping bilan mana. O'sha lopusga tushadigan o'zini nimasini bunga o'rnatamizda. Eğer shunaqa ish o'g'illardan chiqib qolsa, uzun kesib ko'rsatib beraman, maslahat so'rayman, tushuntiraman. Buni voyenniy Kamazga tushadi deb olib kelganlar, xullas to'g'ri kelmadi, qimmat pulga olib kelganlarda o'sha trubkalarni duralimen turba topib, yundirib, hozir men shunga moslashtirib qo'yib beraman-da. Mana Kitayskiy radiatorda rossiyskiga aylantirdik. O'zini korpusiga tiqdik-da hammasini. Kamchiliklar yetarli. Deydi-ku. Men shuni o'zi gapi bo'ldi-da. Shu katta bo'lish kerak edi, bir lopusga tekkanida bu, ha? Tushunadimi? Bu mana avvalgisi lopusga yaqin kelib qo'yanda, shunami? Bu kichikroqda bu radiator. Shunday bo'lgan. Xo'sh, shunaqa xizmatlar bersa ham biz shu yerga kelaveraylik.